Bugun sizlar bilan yoshligimizda buvilarimiz yoki onalarimiz qoni ko'paysin deb qilib beradigan oddiygina piyoz bilan qovurilgan jigar tayyorlaymiz. Jigarimiz quruq bo'lib qolmasligi uchun mol jigardan foydalanib, ularni katta to'rtburchak shaklda kesib. Piyoz bilan qovurilgan jigar bilan albatta daladan yangi chiqqan kartoshkalar juda ham mazali bo'ladi. Yangi chiqqan kichkina kartoshkalarni po'stlog'ini suv va qo'l yordamida tozalab, yaxshilab yuvib olib, qizib turgan yog'da taxminan 7-10 daqiqa davomida qizartirib qovurib olamiz. Kartoshkalar kichik bo'lganligi sabab bu vaqt davomida ichigacha pishib oladi. Yog'ni kamaytiramiz va ketidan jigarimizni tuz va paprika bergan holda qovurib olamiz. Men o'zim juda ham ko'p miqdorda piyoz solingan jigar taomini yaxshi ko'raman, chunki sersuv va mazali bo'ladi. Jigarni piyoz va sariyog' bilan 15-20 daqiqa davomida dimlab olamiz va ketidan chesnok va kartoshkalarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Ko'k chesnok jigarni noxush hidini oladi va taomni yana ham mazali. Bu retseptni albatta saqlab qo'ying va bu jigardan bo'lgan taomni yaqin jigarlarga jo'natib qo'ying. Taomning mazasiga keladigan bo'lsak, juda ham mazali chiqdi, ayniqsa bu xavis ichimligi bilan bo'lsa. Kirine bağlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Sıla kare. Bugun sizlar bilan tabiatda Ramazon oyi uchun ayni muddo o'zim yaxshi ko'rgan eng zo'r mazali tovuqli qozon kabob tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib tovuq go'shtining eng mazali boldir va qanot qismlarini qattiq va tuz yordamida marinovka qilamiz. Keyin bo'lsa qizib turgan yog'da qizartirib qovurib olamiz. Qachonki tovuq go'shti qattiqga marinovka qilingan bo'lsa, yog'da qovurish jarayonida shunaqa bir xilda qizarib chiroyli bo'lib chiqadi. Tovuqlarni olib ketidan tuzlangan kartoshkani yog'ga solamiz va dumbalarni teramiz, ustidan bo'lsa tovuqlarni teramiz. Tuz va ziravorlarni berib yarim soatga dimlab qo'yamiz. Shovqatga solingan mahsulotlarni o'zimni uyimga yaqin bo'lgan asarti marketdan xarid qildim. Mahsulotlar barra va sifatli, assortimentlar ko'p. Sabzavotlar, mevalar, kolbasalar, ziravorlar, xullas uyga kerak bo'lgan hamma mahsulotlarni yaxshi narxlarda shu magazindan bemalol topasiz. Yarim soatdan so'ng qozon kabob ustidagi tovuqlarni olib, kartoshkasini baland olovda qizartirib qovurib olamiz. Kartoshkalar qizarib bo'lgandan so'ng yog'ga tovuqlarni solamiz va ularni ham qizartirib qovurib olamiz. Ko'rib turganingizdek, kartoshka va go'shtni ichi yumshoq, usti esa qarsildoq qizarib mazali bo'lib pishdi. Qozon kabobimiz yoqqan bo'lsa like qo'yib, iftorlik qilish kerak bo'lgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Hammangizga kattakon rahmat. Bugun sizlar bilan usti qarsildoq, ichi esa yumshoq, sersuv, mazali chiqadigan tovuq go'shtidan tabaka tayyorlaymiz. O'rtacha 1 kilogrammli tovuqlarni qonidan yorib, ichini tozalab, ustini quritib, yaxshilab tuzlab olamiz. Tovuqlar usti qizarib, mazali chiqishi uchun qattiq va qaymoq bilan marinovka qilamiz. Tovuqlarni marinadda kamida 3 yoki 4 soat davomida qoldirib, qozonimizga 1,5 litr yog' quyib qizdirib olamiz. Usti qizarib, bir xilda tillorang bo'lib chiqqan tovuqlarni qozonga birinma-ketin chesnok surgan holda taxlab chiqamiz. Sifatli sariyog' va suv qo'shamiz, ustini yopib, kamida 1 soatga juda ham past olovda qoldiramiz. Bu vaqt davomida tabaka bilan juda ham mazali bo'ladigan sous tayyorlab olamiz. Mayda ko'katlar, qirishnoq kezgan pomidor, chesnok va totli sifatli tomatning pastasini qo'shib sous tayyorlab olamiz. 1-1,5 soat davomida tovuq sariyog'da juda ham yumshoq bo'lib pishib oladi. Ustini qizartirish uchun esa yana bir bor qizigan yog'ga solib qizartirib olamiz. Tabakani bu usulda pishirsangiz, ichigacha pishib ketgan yumshoq, usti esa qarsildoq bo'lib chiqadi. Ayniqsa sariyog'lari bilan juda ham mazali. Foydali retsept uchun albatta like qo'yib, tabakani yaxshi ko'radigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Shunaqa zo'r jigarli shashlikni yaqin jigarliga yuborib qo'yamiz.
Restoranimizga keladigan mijozlarimizning, ayniqsa ayollarning eng sevimli shirinligiga aylanib bo'lgan San Sebastian cheesecake'larimizning 2 turi mavjud edi. Endilikda restoranimizga kelib 3-xil mangoli cheesecake'imizni ham bemalol tatib ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi sifatli yumshoq mango va mango pyures bilan birgalikda o'sha Turkiya mazasini beradigan San Sebastian cheesecake'larimizni sotuvini yo'lga qo'ydik. Shokoladli, fistashkali va mangoli haqiqiy San Sebastian cheesecake'larimizni restoranimiz sayqalib kelib bemalol tatib ko'rsangiz bo'ladi. Bu videoni aynan shu shirinlikni olib berish kerak bo'lgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Hammangizga kattakon rahmat. Bugun sizlar bilan pomidor, bolgarskiy va tomat pastalarsiz haqiqiy makaron pavlovskiy tayyorlaymiz. Yoshligimdagi eng yomon ko'rgan, hozir bo'lsa yaxshi ko'rib yeydigan taom. Shunaqa sariq sifatli makaronni ozgincha yog' bilan qozonda qovurib olamiz. Makaronni qozondan olib, ko'p miqdorda mayda to'ralgan piyoz va chesnoklarni qozonga solib, juda ham past olovda qovurib olamiz. Qovurish jarayonida piyoz qizarib ketishi kerak emas. Videoda ko'rinib turgan rangga kirgan piyoz ustiga sifatli mol qiymalarni solib, yaxshilab qovuramiz. Qovurilib bo'lgan piyoz va qiyma ustiga tuz, qora murch, lavr yaprog'i va suv solamiz. Yarim soatga damlab qo'yamiz. Qiyma suv bo'lib pishib yetilgandan so'nggina makaronlarni solamiz, yaxshilab aralashtiramiz va yarim soatga damlab qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, ideal darajadagi haqiqiy makaron pavlovskiy ham tayyor bo'ldi. Bu taomning mazasiga oxirgi nuqta mayda to'ralgan ukroplar bo'ladi. Taom yoqqan bo'lsa like qo'yib, bu taomni tayyorlab berish kerak bo'lganlarga jo'natib qo'ying. Foydali retseptlar uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ysanglar, xursand bo'laman. Hammaga kattakon rahmat.